Instagramdan kuzatib boryapsiz. Kunlik. Har kuni like bo'lsa aka. Natijni patali? Ha, sizning anonsiz shundaymi? Kimni olmaydi mashina? Men generaldan. Hozir sotilib qolsa mabodo yana olib beralasizmi? Hozir gaplashamiz. Ha, tushundim. 2009 gibrid motori yaxshi, mashina polni asist bo'lgan. Xo'p. Endi old tomondan o'sha paytda bo'lgan kraska ekan, ichlari eski kraskalarga. Filtrlar ham qo'yilgan. Arqa tomoni, bu tomondan Ismoil aka o'tgan tomondan yaxshiroq tekkan, bu tomondan yengilroq tekkan. 18 million naqd pul beraman desangiz. Ochiq kartada. Kecha sotganim ham motori ketganida holati yaxshi edi, uni. Bo'lsa men buni sotishda o'zim ham mashina qilyapman, serios. Gap yo'q, shunday olayotgan paytda aka shuni menga bering, sizniki aka. Ochiq karta kim bilan savdo qilsam ochiq karta aka. Yopiq narsani o'zi yo'q bergan. Men hozir keldim-ku. Ha. Nech pul deysiz xo'p aka buni? O'tdim aka. Ya, kelishtirma. Kelsa so'rang. 25 deyapman, so'rang, deng, savdo qilay. Ulatgan guray. Nech pul deyapsiz? Ha. Endi nech pul qilib berasiz? So'ravering. Bitta men ham qochirmas so'rayman, mayli aka. Kim olsa shu mashina, shu teri bo'ladigan bo'lsa aka, ochiq yuring. 20 millionlik mashina undan ziyod emas. 20 million bo'lsa olaman, kim olsa 500 ming so'm qo'yib sotaman. Faqat rozi bo'lib bersangiz olaman. Ochiq karta. Yuray, ochib turib bering shu mashinani. Torcha qani, baland. Men aytaman aka, endi u o'tib ketdi, u davrlar. Aytning. 40 millionga oldim aka shundan. Ko'p kishi aytaman, olgan paytingni eslama. Eslasang, ezilasan. Chunki bir kun kechani eslasa, kelayotgan itlarni to'sib qo'yamiz-da. Kecha guringni qilaversak, bugun bu. Erta yana boshqa kun bu. Kelayotgan narsani to'samiz. Erkakniki shunday. Erkak odam uydan chiqdimi, omad u. Shunday aka, kanish. Ballarimga rizqimni halollab topib keladi deb chiqadi hamma erkak. Halollash erkakning o'zini qo'li aka. Hamma erkak shunday. Tushsa ham kelamiz, shapkataga qoldirib uydan kiramiz. Bachalari chiqqan payt nasraniyani zo'r qilib kirasiz. Men tushgan ahvolga bo'lsangiz ham. Shunday aka. O'sha uchun bularni olgan narxingizni eslab, o'zingizni yerga urib, qanoq qilatmang, qayg'ur etmang. Bo'layotgan bo'lsa 20 million pulni oling, 500 ming qo'yib sotaman, ochiq. Obid aka, kasblarsiz a? O'g'lim kelib berayaptilar, moshinlar yana keladi bu haftalar keladi. Obid aka, bitta guringda. Bo'layotgan bo'lsa o'zim beraman pulini. 21 million naqd beraman aka. Ochiqcha guring. 22 deb xalqqa ham aytdim aka. 21 o'zim beraman, u naqd aka. Ochiq guring. Ochiq guringda. Bari. Ha. Buxorolik nima? Birgamisizlar? Ha. Mana, boya damazingizni oldim men. Buxorodansiz. Va B deb chiqmaysiz. Buxorodan siz qarang. Mashinada aytay. 2009 gibrid motori yaxshi, polni asist bo'lgan, 5 kunga yaqin yurgan. Qarang, 20 millionga men bensondan oldim. 21 millionga. 21 millionga. 1 million qo'shdim, 20 million qildim, bermadi. 1 millionga oldim. 21 million 500 ming so'm bo'lib sizga o'tibdi amaki. Men 500 ming so'm rizq qo'ydim shu mashinaga. Siz o'shanga rozimisiz? Aka, mashinangizga 500 ming so'm qo'yib sotdim. Rozimisiz? Mana bu barakasi aka.